Salom qizlarjonlar, sizlarga taklif qilgan fasonimda ko'ylakni bichamiz. Qaychimiz kerak bo'ladi va shunaqa andazamiz kerak bo'ladi. Mana yengimni bichib olganman va oldimdan ham bichib olganman. Ketgali mel, jazvar materialimiz. Endi shu andazamizni qo'yib 1 santimetrdan joy qo'yib olib chizib olamiz. Siz ham shunaqa andaza bilan bichib tikishni o'rganmoqchimisiz? Unda kursimizga yoziling. Shu orada oyam qahva olib keldi. Menga mazza qilib bichib oldim. Avvalgi kiygan kiyimlarim esa ularni oyim bichib bergan edilar, lekin o'zim tikardim. Hozir endi o'zim andaza olib bichib tikyapman. Bu fasonimni andazasini o'zim chiqarganman. Sizlarga bir narsani eslatib o'taman. Dizaynerlik kursimizga start berdik. Bu yerda sizni kutib qolamiz. Yana ko'ylarimizga keladigan bo'lsak, ularni qiyib, taxlab olamiz va keyingi qismda kutib qolinglar, unda tikamiz. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.